Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning bir muborak hadis shariflarida shariatimiz qaytargan, dinimiz qaytargan bir yomon ishni ko'rsanglar, qo'linglar bilan to'xtatinglar. Qo'linglar bilan to'xtatolmasangiz, tiliz bilan to'xtating. Til bilan to'xtatolmasangiz, nafratlanib jim turing. Jim turishlik bu iymonning zaifligidan dalolat degan ekanlar. Ana shunday shariatimiz qaytargan yomon illatlardan bittasi. Hozirgi paytlarda bilib bilmasdan xalqimiz ichida rivojlangan illatlardan bittasi bir otadan tug'ilib, bir onaning sinasidan sut emib, bir xonadonda ulg'ayib, bir o'rinda yotib katta bo'lgan aka uka, opa singil, jigarlarning o'rtasida o'ziga xos bir ixtiloflarning borligi achchiq bo'lsa haqiqat. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir arobiy kelib, "Ya Allohning rasuli, Allohning nazdida eng yaxshi bo'lgan, darajasi ulug' bo'lgan, savoblik bo'lgan amallardan bir xabar bering" dedilar. Otang, onang, akang, ukang, opang, singling, jigarlaring hayotmi? Hayot ya Allohning rasuli deganlarida birinchi bo'lib mana shu jigarlarning holidan boxabar bo'lgin. Silay rahm qilgin. Qavm qarindoshlar bilan yaxshi bir muomalada bo'lishing Allohning nazdida eng yaxshi bo'lgan, savobi ulug' bo'lgan, darajasi afzal bo'lgan ibodatlardan bittasi degan ekanlar. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadislarida Janob payg'ambar bilan birgalikda Arafat kechasida o'tirgan edik. Shunda Janob Rasululloh o'rnlaridan turib, "Ey birodarlar, bugun shundoq bir ulug' kundamiz. Duolarimiz yaratganning dargohida ijobat bo'ladigan, qabul bo'ladigan fazilatli soniyalardamiz. Shu yerda o'tirgan jamoatning ichida jigarlaridan uzilib qolgan aka ukalar, opa singillar, bir-biri bilan qiyomat diydor bo'lib qolgan, ko'chada ko'rganda yuzini o'girib ketayotgan, bir-biriga nisbatan Allohning salomini to'xtatib qo'ygan insonlar bo'lsa o'rnidan turib ketsin. Bugun men bilan o'tirishga noloyiq" dedilar. Shunda bir yigit o'rnlaridan turib ancha muddat yo'q bo'lgan ekanlar. Qaytib kelganlaridan keyin payg'ambarimiz huzurlariga chaqirib, "Ey birodar, jamoatga 2 marotaba murojaat qildim. Hech kim o'rnidan turmadi, lekin siz turib ketdingiz. Ancha muddat yo'q bo'ldingiz. Nima uchun o'rningizdan turib ketdingiz?" deb savol qildilar. "Ya Allohning rasuli, siz gapirganingizda ko'zimni juda ham qo'rquv bosib, vujudimni qo'rquv o'rab, ancha yillardan buyog'iga ammam bilan arazlashib, ko'chada ko'rganda yuzimni o'girib, salomimni to'xtatib, salom bermasdan o'girilib ketardim. Bugun mana shu gapirgan gapingizni o'zidan xulosa qilib huzurlariga bordim. O'rtadagi adovatni ko'tarib, adolatni tiklab, bir-birimizni nuqsonlarimizni, xatolarimizni kechirib, yarashib mana men bugun huzuringizga keldim" dedilar. Shunda Janob payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam, "Sizni bugungi qilgan amalingiz jannatga qo'yilgan qadamiz bilan barobar" degan ekanlar. Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining bir muborak hadislarida marhamat qilgan ekanlarki, "Men sizlarga ulug' bir ibodatdan xabar beraymi? Kechalari turib o'qiladigan nafl namozlardan, kunduz kunlari tutiladigan nafl ro'zalaridan savobi ulug' bo'lgan, darajasi afzal bo'lgan ibodatdan xabar beraymi? Bering ya Allohning rasuli."
kechalari turib o'qiladigan nafl namozlardan, kunduz kunlari tutiladigan nafl ro'zalardan savobi ulug' bo'lgan ibodat ikkita o'rtasi uzilib qolgan, arazlashib qolgan insonlarning o'rtasini isloh qilgan, yarashtirgan, insofga chaqirgan inson ulug' bir ibodatni savobiga dohil bo'ladi deb javob qilgan ekanlar. Gina adovatda yurish, bir-birimiz bilan arazlashib, husumatda bo'lishning muddati 3 kun. 3 kunda inson jaholatda bo'lsa jaholatdan tushib, o'zini xatolarini anglab, bir-biriga uzr etib haqqiga duo qilishlik bu haqiqiy musulmonlarning fazilatiga muvofiq bo'lgan amal ekan. Lekin ko'p joylarda suhbat qilgan paytimizda odamlardan savol tushadi: "Qoraka, men uzr etdim. Borib birinchi salom berdim. Uzrimni qabul qilmasdan salomimni javobsiz qoldirib o'girilib ketgan odamlar bo'ldi. Bularni amali endi qanday bo'ladi?" degan savollarni berganlar bor. Bu savolga janob payg'ambarimiz o'zlari hadislari orqali javob qiladilarki, bir insonni ko'rganda salom bersangiz, salomingiz agar javobsiz qoladigan bo'lsa, javobsiz qoldi deb xafa bo'lmang. Salomingizga farishtalarning o'zi javob qaytargan bo'ladi. O'zini qilgan takabburligi uchun, manmanligi uchun o'sha inson qiyomatda hisobini o'zi beradi. Dunyoda yurgan paytda bir-birini kechirish bu fazilat. Xatolarimizni unutib, haqqimizga duo qilishlik, bir-birimiz bilan bo'lgan yomon munosabatlarni unutishlik musulmonlarga xos bo'lgan eng savobli amallardan bittasi ekan. Endi hozirgi kunda holi hayotga bir nazar solsak, arzimagan sabablar bilan aka-ukalar sudlashib yurgan, mahalla ko'ylarda bir-birini sharmanda qilishgacha borib yetgan jigarlarni borligi ham achchiq bo'lsa haqiqat. Mana bugungi kunlarga qarab xulosa qiladigan bo'lsak, ancha jigarlar arazlashib husumatga borgandan keyin, bir-birlarini yo'qotib qo'yganlardan keyin orqalardan izlarini topolmasdan yig'lab yurgan qancha aka-ukalarni borligi ham haqiqat. Bir rivoyatda keladiki, bir podshoh farzandlarini vatan himoyasi uchun bo'lgan janglarga jo'natibdilar. 2 oy vaqt o'tgandan keyin xabar keldi, taqsir, musibat og'ir bo'ldi. Jangga ketgan farzandingizdan ayrilib qoldingiz, o'g'lingiz shahid ketdilar deganlarida Yaratganning dargohiga qo'llarini ko'tarib duo qilgan ekanlar: "Parvardigor, shu farzandni o'zing beruvding, o'zing olding. Sabrni ham o'zingdan so'rayman, boshqa ilojim yo'q" dedilar. Oradan 3 oy vaqt o'tibdi. 3 oydan keyin yana xabar keldi, taqsir, 2-chi o'g'lingizdan ham judo bo'ldingiz. Vatan himoyasi uchun jangga kirgan 2-chi o'g'lingiz ham dushman bilan bo'lgan janglarda shahid ketdi deganlarida Yaratganning dargohiga qo'llarini ko'tarib duo qildilar: "Parvardigor, bu musibatlarni ajrini o'zing bergin. Bu farzandni ham o'zing beruvding, o'zing olding. Sabrni o'zingdan so'rayman, boshqa ilojim yo'q" dedilar. Va nihoyat oradan 6 oy vaqt o'tibdi. 6 oydan keyin jigarlaridan, ukalardan xabar keldi, taqsir, musibat og'ir bo'ldi. 2 o'g'lingizni tuproqqa qo'ygan edingiz. Endi ukangiz, jigaringizdan ayrilib qoldingiz. Jigaringiz jangda shahid ketdilar deganlarida 2 navqiron o'g'lini tuproqqa qo'yganda ko'ziga yosh kelmagan ota jigarni eshitganlardan keyin boshlarini devorga urib yig'lay boshlagan ekanlar. Atrofda turgan odamlar hayron bo'lib, 2 o'g'lingizni tuproqqa qo'ydingiz, navqiron farzandlardan judo bo'lganda ham ko'zingizga yosh kelmagan edi. Bugun ukangizni eshitib, jigarni dog'ini ko'tara olmasdan o'zingizni har tomonga urib turganligingizni ko'rib, biz tushuna olmay qoldik. Buni nima hikmati bor dedilar.
Shunda ikki ko'zidan shashqator yosh oqib yig'lab turgan podshoh jamoatga qarab turib: "Ey birodarlar, ko'zimdan oqqan har bir yoshlarni tomchisi sizlarga ibrat bo'lsin. Bugun men yig'laydigan kun ekan, men yig'lamay kim yig'lasin? Farzandlarim dunyodan o'tgan bo'lsa, tanamda jonim omon bo'lsa, Alloh qodir qilsa yana farzand ko'rarman. Lekin jigardan ayrilish, jigarni dog'ini ko'tarish og'ir bo'lar ekan. Men bugun ukamdan ayrildim. Ukamni tug'adigan onam dunyodan o'tgan. Jigarni dog'ini ko'tara olmadim" deb yig'lagan ekanlar. Shuning uchun ko'p joylarda holi hayotda yurganda jigarlar bilan turli xil munozara, bahslarga borib, arzimagan sabablar bilan arazlashib, qiyomat diydor bo'lib ketgandan keyin, yo'qotib qo'yganimizdan keyin g'aflatda qolib, orqalardan yig'lab yurgan ko'p jigarlarni ko'rdik. Uzrni yeting, bugun bo'lmasa ertaga yetarman. Ha bo'lmasa mana hayit kunlari oldimizda turibdi, Ramazon kunlari turibdi. Hayitda kirib uzr yetib yarashib ketarman. Ramazonda kirib yarashib ketarman degan odamlarni ko'pini eshitdik. Lekin janob Rasulullohdan bir hadis borki, insonga berilgan umr kiprikka qo'ngan yosh. Ko'zingizni bir ochib yumguncha yosh qandoq uzilib ketsa, umrni o'tganini bilmay qolar ekansiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga chahoryorlardan kirib savol qilishdi: "Ya Allohning rasuli, insonga berilgan umr deganda nimani tasavvur qilasiz? Umrni qanday tushunasiz?" dedilar. Shunda janob Rasululloh javob qilgan ekanlar: "Umr, hayot deganda assalomu alaykum va rahmatulloh deb o'ng tomonimga salom berib, chap tomonimga o'girilib salom bergunimcha tanamdagi jonimni omon turishiga o'zim kafil bo'la olmayman" degan ekanlar.